Assalomu alaykum, ekran oldidagi ko'rarman do'stlar. Assalomu alaykum, naq maydondagi tomoshabinlar. Kashliginglar xayrli bo'lsin. Ko'rayotganinglar Urumchi televiziya stansiyasi, Urumchi baravar taratqusi birlikda ishlagan Xinjiang Chinnuri biofan texnikasi tajdorligidagi Xinjiang bo'yicha tunji qatim o'tkazilgan usul tema qilingan musobaqa tusini olgan cho'ng tipli san'at programmasi Xinjiang usul sahnasi. Xinjiang san'at yurti. Xinjiang san'at yurti naqsh usul o'migining davlatlik birinchi darajalik usul rejissyori. Xinjiang zamonaviy usulchiligining yo'l ochquvchisi. Har millat usulidagi pishqon yetakchi, mustaqil kelgan mehmon, Turklar davlati qo'ng'iroqli qiz nomli jazbidor usullarning ishliguvchisi. Yaqinqi zamondagi Robiya Saidin nomli usul teatrining rejissyori Jasur Tursun. Zamonaviy Uyg'ur usulidagi eng yaxshi yetakchimiz. Xinjiang harbiy rayon san'at o'migining davlatlik birinchi darajalik usul rejissyori, mamlakatlik usulchilar jamiyatidan tuhfakor usul san'atkori degan nomga erishguvchi, qiz qalbida bahor, qo'ng'iroq usuli, taqsi usuli qatorliq nodir usul asarlarining ijobisining 8-9-10 qitimliq baholag'uvchisi, mamlakatlik Nilufar Lo'nqisi usul musobaqasining baholag'uvchisi, Xinjiangni gullantirish oltin medalining sohibi, Çin usuli, taş usuli, güzel qizlar, mening begim qatorliq o'lmas asarlarning ijodchisi, Uyg'ur usul sahnasidagi parlagan yulduz Xalcham Sidiq, sizning usul sahnasidagi yalqinlik havaslaringizga gulxan bo'g'isi. Ekran oldidagi ko'rarman do'stlar, naq maydondagi tomoshabin do'stlar. Alqishlaringlarga tashakkur. Usul sahnamiz hayratlik bir sahna. Usul parvonlari uchun qimmatli sahnasi. Muzika. Balam, kan balam, anam elley yetivatıdı. Livin güldek, kaddin güldek, bıyıklar çiçivatıdı. Vay balam, ahun balam, yiğitim balam, bağrım balam. Ah balam, yürgüm balam, erigim balam, yelikim balam. Seni yutkum kilvatıdı, gözlerinden, yüzlerinden, ümit nuri yinvatıdı. Kızıl gülün gülçüdek tan, takayedin hidvatıdı. Etva balam, kahrva balam, migrva balam. Bay balam, cinim balam, etva balam, şirdek balam. Buğra oğuz külvatıdı, kiçe demey, tün demey, çolpan yurtuz külvatıdı. İqim bilen çıkındek, dilde gündüz külvatıdı. Vay balam, yandım balam. Rahmat, rahmat. O'zi kichik, tatliq Akram Niyozniki singlimga degan naqsha esim kelib qoldi. Manaki bu qizniki usul o'yinishdan, harakatlaridan qarasam, usulchimiz Amangul Sidiqning harakatlariga o'xshaydi. Lekin Amangul Sidiq u usullarda o'z yoriga bo'lgan o'tliq muhabbatni, qiydashni, erkalashni ifodalagan bo'lsa, bu qiz bolasiga nisbatan nimani ifodaladiga bilolmay qoldim. Cho'nqir mehr muhabbatini ifodaladi. Xo'sh, undaq bo'lsa, singlim o'zingizni tanishtirib aytamsiz? Assalomu alaykum. Bog'liq ustozlar, ekran oldidagi va naq maydonda ko'rmanlar, yaxshimisizlar? Men Aqsu Uchturpandan Amonnisa bo'laman. Ha, xizmat o'rningiz yoki maktabingizda? Men Elif Pedagog universitetining muzika fakultetidagi müzik o'rnash kasbida o'qiyman. Undaq bo'lsa, usulni qayerda o'rgangan? O'zim asli eng chong rejissori opam desam bo'ldi.
Ha. Eng Abam çok gece rejissör- usul oynamısınmı? Aşı sonra balını qandaq, baquduyunu qandaq çoğun qilgan deb japalarını nima qilib, O'zining sarguzashtini sizga hikoya qilib, to'qib berdi. Demak- Siz uni anglab tushungandan keyin usul qilibsiz. Singlimimiz Amanisa bu usuli orqali onalarning jabosini, yana birga ona bola o'tirsidagi cho'nqur mehr muhabbatni ifodalab bermoqchi ekan. To'g'rimi singlim? Xo'sh, undaq bo'lsa, baholig'i ustozlar nima deydi ekan? Usulni yaxshi o'ynadi, chiqib harakatlarimiz yaxshi ekan. Agar tanlanib qolsa, mening qishimni kelsin, men boshqani yaxshi usul qilib beraman. Rahmat. Rahmat. Xo'sh, Xalcham Sidiq ustoz fikringizni anglab baqsaq. Muborak bo'lsin. Muborak Ömer bo'lsin. Saydulla ustoz, Xalcham Sidiq ustoz 2 bilet tashildi. Jasur Tursun ustoz. Usulni shunday yaxshi o'yindingiz. Endi bir yosh ananing endi bir bolasiga masli kelib o'ynaganda harakatdan siz muzika kasb o'qiysizki usulni bunchalik muzikaga tushirib o'ynamoq shunda pas endi. Endi mening degan fikrim o'sha oyoqingizning oldi pashnasini. Endi qo'shidi. Elə kollektiv usul kelgan chaqda bo'yni tangshaymiz deb qo'shidi. Endi yolg'iz kishi bo'lgan chaqda bunda yon turasiz. Aldırdımı paşnısı var sizin cık kasıptın sırt bolsunuz mu? Öyle kasıptık hareketler cıkka. Tutuluşu da bu. Düşündünüz mü? Sizge bir bilet. Muborak bo'lsin. Rahmat. Jasur Tursun Xo'sh. ustoz 1 bilet tashildi. Undaq Qani? bo'lsa, ustoz tanlash navbatiga kelib qoldik. men bugun pek xo'jal. Abam meni seni ko'rish uchun arzu qildi, bugun naq maydonga keldi. Qadimingizga marhaba. Undaq bo'lsa, hammanglar ko'z ish qilib ketishdan burun ustozni darhol tanlab etaylik singlim. Qani, marhamat. Ömercan malım tallayım. Ömer Saydulla ustoz. Aman Nisa singlim. Böşük usulunuz orqali tunji qitim farzand yuz ko'rgan onalarning xo'shalligini ifodalab berib, onangizni shundaqla barliq tomoshabin onalarni xo'sh qildingiz. Ömer Saydulla ustoz guruhida yangi asarlar sizga nasib bo'lsin. Assalomu alaykum. Men ismim Marat. Benim ismim İskender. Men Qirg'izistondan keldim. U inim Qozog'istondan keldi. O birga suv o'ynaymiz. Men suv o'ynagan vaqti 5,5 yil bo'ldi. Bunday sahnaga chiqqanga men ko'p vaqtdan beri qatnashayын deb atqam. Mana hozir bir jihoy bo'ldi. Qatnashganimga abdan razımın. Müzika koyulsun. Ben mavqimiz qizal bo'lgan bo'lsa, belikini tutib baqatim. Ustuxuningiz bormi, ukam sizning yo'qmi? Men qo'rqib ketdim, abay mushunda sanglab ketganda parcha-parcha bo'lib kelsamda teriyman deb juraymanmi bu sahnadan deb. O'zinglarni tanishtirib aytinglar. Assalomu alaykum. Men ismim Marat. Men Qirg'izistondan keldim. Millatim Qirg'iz. Bu bola Qozog'istondan keldi. Men inim bo'ldi. Bu yil men 20 yoshdaman. Bu inim 17 yoshda. Rahmat, sahnimiz kelganinglar ko'p rahmat. Undaq bo'lsa, baholig'i ustozlarni bahosini anglaylik. Xalcham Sidiq ustoz. Muborak bo'lsin. Xalcham Sidiq ustoz 1 bilet. Jasur Tursun ustoz. Shunda yaxshi. Ma o'zinglarma ishlab ketgan ma usulchi. Shunda yaxshi. Men sizlarga bir bilet beray. Muborak bo'lsin. Jasur Rahmat. Tursun ustoz 1 bilet tashildi. Ömer Saydulla ustoz. Muborak bo'lsin. Muborak Üç bilet. bo'lsin. Rahmat. O'tkeldin o'tdinglar. Uchili ustozimiz sizlar uchun chiroq yondirib, sizlarga bilet tashladi. Endi biz ustoz tanlash bosqichiga keldik. O'ylashqanmitinglar? Maslahatni sahnada qiladi ekandik. Saydola akash. Ömer Saydulla ustoz sizni tanladi. Muborak bo'lsin. Xo'shunda bo'lsa, ustozlarning yeniga beringlar. Elib kelgan ko'ch usulinglar hammamizni hayajonga soldi. Bartinglarga barakallah. Shuncha Qozog'istondan Şinjan usul sahnimizga qatnashib kelganinglar natijalik bo'ldi mana. Kelar navbat
ustozinglarning gruppasida ko'rishaylik. Birinchi darajalik mukofotga erishishini uzoq yillik tadqiqot natijasi bilan diyorimizda tunji bo'lib Qutiyar markasidagi a'lo sifatli savdo suyi ishlab, xalqimizning yoqtirib iste'mol qilishi va ishonchiga erishgan Urumchi Qutiyar fan-texnik taraqqiyot shirkati 150 ming yuan qimmatidagi mukofot buyumi bilan ta'minlaydi. Amin kitobchiligi 2 darajaga erishgan mohirni 100 ming yuan qimmatidagi moddiy buyum bilan mukofotlaydi. Ozuqum qora bug'doy diabet yurishlik mahsulotlari bu umoq ini singillarimiz Qozog'istonning musobaqaga ulashgan yo'llarida jiq riyozatlarni chekkan bo'lsa-mu, bularda musobaqaga bo'lgan ishonch chiroyidan monaman deb chiqib turadi. Kuch birlikda, ish o'mlikda. Qani, ko'pning kuchiga hammamiz diqqatimizni og'diraylik. Bular qandoq natijalarni o'z yurtiga olib ketadi. Muzika qo'yilsin. Tajinisa 20 yıl bo'ldi bu ansambl qurilganiga va direktorimiz bizning Gulbahar Islomjonova Kasimova. Tajinisa ansamblidan kelgan, ya'ni Gulbahar muallimning tarbiyalashida bo'layotgan usul mayslarimizga. Masalan, ma ümek iştin sırtmı? İştin sırtmı ya? Muqimmuş ümekti işlemişler. Bir yerde işki adam var. Muqim eşnanda işleyotganlar. Niyet gasudarstını. Bir neçe anlarını ben kögende kılmam şu Şinjan kelip bilim aşağıgan mı? Yo'q, biz olmagan. Boshqa bolalar kelib qolgan. Boshqa bolalar kelgan, o'xshab ketdinglar. Shunda yaxshi. Men erkitdinglar. Men usulni ko'rdim, men jiq harakatlarini ko'rib baxmagan. Ham shunda bizning millining purqi bor. Rahmat. Menga shunda yoqdi. Men sizlarga bir bilet tashlay. Muborak olsun, Jasur Tursun ustoz bir bilet taşıldı. Ömer Saidullah ustoz. Mahacım apay bizler kögen o kasatını biz kögen, değini kögen, Taşpolat malımının oynaganını. Hem de hareketler bizden asas milli hareketimiz hem de. Rahmet. Ömer Saidullah ustazdan yaş vakları ışık geldi. Ömer Saidullah ustaz bir bilet taşıldı. Halçam Sıdık ustaz. Taşpolat akam bilen pakatla bizden ustaz merhum Hacı Rahman ikkili kişi oynagan bu Meclis Devletini. Şunda Gülbahar Hanım bir özünüzü tanıştırın. Benim apam aktris Bob işleyen muşu teatrda Tajinisa Kasimi. Şu apamni deb biz ikimiz muqaddas ikimiz mening adam şu ansamblin muşu ansamblin aşta gruppani qo'ygan Tajinisa deb apam ruhini Anasının ruhini hoş bo'lib qolsin deb Tajinisa ismli ansambl quribdi. Bu usulni qanday qilib ishlash xayoliga kelib qoldingiz? Bu usulning shakllarini nereden ko'rib oldingiz? O muşu usulni men
bұрын zamandan көrdім, ашу 70 жылда біздің театр, мен Uyghur театрда ішлеген өз вақтыда артист болып. Ашу ұсылыны көріп, мұшына яқтыма. Әндікін ашу Андижанда мен көрдім ашу ұсылыны. Қашқардан шыққан Uyghurlar ашады ойныған ашу ұсылыны. Аркетларны шында яшық, шында шок. Мұшы ұсылыны яшла әнді ойнысуын, білсуін. Maşlaq usul var bizninki. Ecdatlarımız oynayan usullarını evlatlarımız bilsin dep öğütüpsiz. Ömer Saydullah ustaz, Halçam Sıdık ustaz, közüge yaş geldi. Qani Halçam Sıdık ustaz, bilet mübarek olsun. Rahmet. 3 ustazning beltiga muyassar bo'ldinglar. Muborak olsun. Sizlar uchun intayin xush bo'ldim. Shuncha yira Qozog'iston Olmaota shahridan Urumchi keldinglar. Muborak olsun. Rahmet. Undaq bo'lsa, endi biz ustoz tanlash bosqichimizga kelib qoldik. 3 ustozdan ichidan bir ustozni tanlab olamiz. Ruxsatmi mushishki muallimni? Axar ayol. Mushu sahnamizga mahirlar ikkiga bo'linib, 2 ustozni tanlasa demakchi ekan. Bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Cho'qim bir ustozni Cho'qim bir ustozni tanlashimiz kerak. Halçam Sıdık. Muborak olsun. Halçam Sıdık ustoz guruhiga Qozog'iston Olmaotadan kelgan Tojinisa guruhi qo'shildi. Muborak bo'lsin. Rahmet. Muborak bo'lsin. Rahmet. Xo'sh. Mirzi Davlat nomli usulni o'ynab, naq maydondagi tomoshabinlarni, ustozlarni hayajonga soldinglar. Sizlarning usulinglar orqali ustozlar bizga ustozlarni eslatdi. Tojinisa guruhi, Gulbar xonim, muborak bo'lsin. Texmi tirishinglar. Albatta, qo'shil bo'ldik. Sen biz emimiz şununla yanındayız. Usul programması yaxşıken, hemsi yaxşı ötüdü. Chiroyidan zerakligi chiqib turadigan Uyg'ur usuliga hurmati bor bu qizning ismi Aqida. Bu qiz bizga tush bilan reallik o'ttirsidagi to'qinishlarni, yostiqiga bo'lgan cho'nqur mehr muhabbatini yeb keldi. Bu qizning bolalikdan ham ona ham ota bo'lib, o'z bag'rida beqib cho'nqigan mehribon onasiga sahna yuzida rahmati, qalbida mehr muhabbati bor. Aqida singlim. Hayotlik agri to'qay bo'lsa-mu, uning manzili quyoshdanmi nurliq ham barakatli bo'ladi. Siz mehribon onangizning sizdan kutgan yeridan chiqsiz. Sizga yaxshi natija yor bo'lg'ay. Men Azizani Qashqardan keldim. Ismim Aqida, bu yil 17 yoshga kirdim. O'ttiq texnikumni Qashqar san'at maktabida bitkazdim. Hozir Shinjon pedagogika universitetining usul ma'rif kasbining birinchilik kasbida o'qiyman. Men nurg'ulg'an savodoshlarimdan Shinjon usul sahnasi programmasining yo'l qo'yilganligini oldim. Men shunday xush bo'ldim. Shu zaman berib tizimlatdim. Men Shinjon usul sahnasi musobaqasida qatnasha oldi turibdim. Men bu Shinjon usul sahnasiga dangliq usul rejissyori, ya'ni Jasur muallimni deblam keldim. Rahmat. Qani konuşmuş qaydi. Assalomu alaykum barliq ustozlar. Naq maydondagi ko'rman tabalashmillah. Hammanglarga Qashqar Aqidadan o'tliq salom, oliy ehtirom. Rahmat. Xo'sh. Salom Aqidadan bir savolni so'rg'im kelyapti-da. Bu yana bir vaqalik usulga, shundaqmi ustozlar? Bu usulingizning mazmunini qisqacha qilib hammalarga o'zingiz bir deb berasiz? Bir uxlatib, tushimni uyg'onib ketib, yostiqdan uyg'onib ketishimni sababini yostiqimdan ko'rib, boshida shunda zerikiman, ichim siqildi, uxlayolmay. Keyin bir muzikani anglab, shunda sho'xlanib, tushimni bir xiyolimda, keyin endi yan yostiq ichidimay shu mehrlik oldi, uxlab qoldim. Rahmat. Qani to'lim chiroyli nomerdan birini yeb kelibsiz. Muborak bo'lsin. Qani bag'liq ustozlarning fikrini anglab boqayli. Ömer Saydulla ustoz. Yaman emas o'yindingiz, lekin ay yostiqni tashlatganingiz bo'lmadi. Bosh qo'ydigan narsa bo'lsa, uni unda siliq qo'ysangiz bo'ldi emasmi? Bu usulni siz kim qiladi? O'ttir texnikumdagi Ahmad Jamolman. Yostiq degan asta siliq qo'ymiz, bosh qo'ygan narsaga ulug' narsa, uni yostiqni tashlasin, tishingizga tegmasa ya u tashlatdingiz. Men o'ylashibroq biray. O'ylashib turamiz. Men bu boya usulni ko'rganda shuni o'yladim, lekin ortiq gap qilishni loyiq topmadim.
Men bu qizning balalik bilan xo'shlashayotgan o'xshaydi. Yostiq kichik bo'lgandiki, beshikda ishlatadigan yostiq bo'lgan bo'lsa, xo'shlashdim deb yoshlik davriga qadam qo'yayotgan bir qiz o'xshaydi deb o'ylab ekanman. Ömer Saydulla ustoz, to'g'ri, yostiqni tashlaganingiz toza loyiq bo'lmay qoldi. Bo'ladi, undaq bo'lsa. Jasur Tursun ustoz. Mundaq aqida bir mayirga asar deganning muhimligi mushtachu. Asar yaxshi bo'lmasa, mayirning %60 martini ko'mayitdi. Hozir o'zingiz tushunibsiz mani. Masalan, men bunda tushib ko'rganda muzikani olib nim qildim. Men bunda 10 minutda 10 to'qalayman. Sahna chapdiqni achiqdingiz. Achiq biz ko'rganliklar bizga bir ig'ir savolni qo'yib qo'ydingiz. Biz o'ylashimiz. Bu nimada? Balamada? Yabishimda? Qandog'imda? Keyin o'zingizni bizga biz tushunmadik. Anikin muzikaning ulash o'zgirti. Ishki muzikani ulabsiz. Shikasi qat'iy ulash hissiyat tushmabdi. Şuңашqa nemishki ijodiyat ma'lum tutinglar, yaxshi ma'lum tutinglar, aniq bo'lsin deganimiz mush xalchim damlar deb turibdi, har kuni deb turibdi, mo'yim yegimishadi. Biroq yana siz harakatlaringiz chiroyli, pokiz, ba'zan ko'rindi bizga. Men sizga bir bilet beray. Rahmat. Muborak bo'lsin. Jasur Tursun ustoz bir bilet tashildi. Muborak bo'lsin. Xalcham Sidiq ustoz. Men jiqab qilmayman. Siz endi 1-yillikda o'qibsiz-ku. Mo'shu sahnaga chiqqaningiz yetarlik meningcha. Bo'lamda? Pokizim demayman, yostiqni tashladinimi deb bo'ldi. Qolganni Jasur ustoz deb bo'ldi. Endi kiyimingizmi Uyg'urchaga vakillik qilmaydi hozir. Kiygan kiyimingizmi bu usul zoti qaysi millatga tavalligi yo'q. Bo'lamda? Shunga siz Maşı sahnede namayan buldunuz, bu siz için bir ahmet. Hem de keyinki karar için izlenin. Bulamdı balam. Oldu mu? Şunu bilet veremedim. Ama külüp gittim cuma. Ömer Saydulla ustoz o'ylashib bo'ldimikin? Qararim savaqtishim bilan o'xshash qilcham bilan. Men mush fursatdan foydalanib, o yetishimni ham apa ham da bu baqqa apam uchun ko'ngli rahmat aytaman. Rahmat. Apangiz hozir sizdan shundoq faxrlandi deb o'ylayman. Mush sahnaga chiqmoqning o'zi shunchalik bir jur'at ketadigan, kuchlik jasorat talab qiladigan bir ish. Shundoqmi ustozlar ham tomoshabinlar? Undaq bo'lsa, alqish sadolarimiz bilan singlimizga bir rag'bat berib o'taylik. Rahmat. Aqida ikkinchi qitimlikni hozir tizimlayotdi. Siz agar ikkinchi qitim qatnashman desangiz, ravris usuldan qilib qatnashing. Sizga ma sani uch. Aqida singlim. Ustozlarning sizga bergan fikr takliflarini to'g'ri qabul qilib, davomli tirishib, usul sahnamizning yana bir qarorida cho'qim keling. Apangiz sizning qaysarligingizdan xush bo'lsin. Yo'q, yerim bo'lmadi. Men tax kichik, bunday fursatlar yana jiq bo'ladi. Hech qisi yo'q, o'zimga ishlama bu vaqtimda yana yaxshi tayyorlik qilib yana qatnashib kelaman. To'lin oydek nurliq chehra bilan ko'z oldimizda paydo bo'lmoqchi bo'lgan bu mohirimiz o'zining kasbga bo'lgan ishtiyoqi, yuksak hurmati bilan sahnamizda chaqnamoqchi. Uning kasbiy hayotiga yangi nur, umidlarni tilaymiz. Muzika qo'yilsin.
Rahmat. Sho'x, jalliq Uyg'ur qizimizga ko'p rahmat. Birinchi usulingiz bek güzel, bek latofatlik. Muzikasi shundoq chiroyli. Mirojxon asosida o'zgartib va kurtlashtiribdi. To'limi güzel muzikasimi? Xo'sh. O'zimi güzel, usulimi güzel singlim, o'zingizni tanishtirib o'tamiz. Assalomu alaykum, hurmatli bog'lovchi ustozlar. Assalomu alaykum, tomoshabin do'stlar. Yaxshimisizlar? Men Aqsu viloyatlik Tarim Naqsul o'migininki usulchisi Aynur Osmon bo'laman. Bu yil 27 yoshga kirdim. Yani bir mahir Aqsu viloyatlik Tarim Naqsh usul o'migidan, ha? Yani bir mahir. Jasur Tursun ustoz. Yaxshi, men bugun usulni shunda pokiz o'rindingiz. Bütün harakat, sahna texnika, peqrash shunda pokiz bo'ldi. Men sizga bir usul o'rgatgan qancha yilning oldida? 10 yilning oldida. 10 yilning oldida siz 17 yosh vaqtda deyman. 16 yosh vaqt, 17 yosh. 16 yosh vaqt hozir 27 yoshga kirdi. To'y qilib, balliq bo'lib qolgansiz, ha? Ha, balam 5 yoshga kirdi. Ha, mana. Usul mana bu qizni mushundoq yosh, jonliq, kichik qizlarda ko'rsatdi. Demak, xalqimiz ichida bor san'atkorlar qayirmaydi deb. Bu qiz 50 yosh kirganda 15 yoshli qizlarga turliga o'xshaydi. Rahmat. Endi shu vaqtida 17 yosh vaqtida endi shu Aqsu o'mak kirgan chaqda sizning tirishchanligingizni ko'rib, hech bir o'ylashmay shu muhim rolni bir usulning muhim rolini siz o'ynagandingiz. Ham o'ynab chiqqan. Men shu hozirgacha sizlarga shu rahmatim bordi. Shu vaqtlarda yangi men idoraga kelgan vaqtimda shu usulning ilqimini tanlashlari bilan bir usulni o'ttirisini o'ynab, andan keyin shundan keyin boshqalar bayqab meni idorada azroq ko'tarilganmi bo'ldim kasbiy jihatda. Men idora rahbarligi ham shuna qo'llab-quvvatlaydi. Shu asosini Jasur Tursun ustoz ishlab berib ekan-da. Shu tirishchanligingiz shu vaqtda shunda usulni yaxshi ko'rib, shunda tirishchanlik bu da birinchi bo'lib mishaga tizimlab kelibsiz. Chada yo'q. 100 bir bilet. Mübarek olsun. Jasur Tursun ustoz bir bilet açıldı. Xalcham Sidiq ustoz. Chiroyli kelam do'ppillaringiz shunchalik yarashibdi, o'zingiz chiroyli, sahnaga yarashgan. Nayta qisqa Uyg'ur usulining tili bilan bayon etdingiz. Sizga men bir bilet beray. Mübarek olsun. Xalcham Sidiq ustoz bir bilet açıldı. Ömer Saidullah ustoz. Dur, men bir bilet verdim. Mübarek olsun. Mübarek olsun. 3 ustoz sizga bilet açıldı. O'tgandan o'tdingiz. Qani? Xo'sh, endi ustoz tanlash bosqichiga keldik. Qaysi ustozni tanlaysiz? Oldi bilan men shu programmani biz usulchilar uchun uyushtirib bergan o'rinlarga, shaxslarga va usulchilar nomidan alohida rahmatimni bildiraman. Qulluqlama bizga o'xshash viloyat, shahar, noiladagi usulchilarga bundaq sahnalar noiti oz tegidi. Shu o'zimizning viloyatlarda davomli o'yin qo'yib turamiz, lekin bizning mushtaq ekranga chiqish mana fursatimiz oz bo'lganlikdan mush usul sahnasi biz usulchilar uchun noiti yaxshi yo'l qo'yilibdi. Men baxo'sh bo'ldim. Urumchi televiziya stansiyasi, Urumchi Baravar taraqqiyot shirkati birlashib ishlagan Shinjang usul sahnasi programmasida sizning cho'lpon bo'lishingizni umid qilaman. Rahmat. Xo'sh. Qani, ustozlardan birini tanlang. Ömer Kamga, Jasur ustozga qaraydi. Xalcham Sidiq ustoz qaramadi lekin. Yo'q. Xalcham Sidiq ustozni kichigimdan tortib noyitbek hurmatlaydim. Shu burun cho'ng ustozlardan ko'p nomini anglagan, noyitdi oq ko'ngil, kuyimchan, qattiq qo'l, ashtaq o'quvchilarning talabchan ustoz shu tarbiyalanib chiqqan o'quvchilarning hammasi asosan qobiliyatli deb. Mening bundan keyingi kasbiy ishlarimga shu Xalcham Sidiq ustoz menga vakolatdan qaror chiqarib bergan bo'lsa, men sizga tanlab berayman. Sizning birinchi qadamingizni Jasur Tursun ustoz aytib beribdi. 11 yildan beri aytolmagan rahmatni bugun televizor oldida bayon qilyapsiz. Meningcha yanala shu birinchi qo'l sizni o'tkazib olsin. Ma'qul, rahmat.
Aksu viloyatlik Tarım Nakş usul ömrüdeki xizmatingizda texim ilgirlashlar bo'lsin. Cesur Tursun ustozning yana bir qitim qabul qilishiga muyassar bo'ldingiz. Sizga usul sahnimizdan omadlar yoqsin. Mübarek bo'lsin. Men shunda hayajonlandim. Aynur Osman, mübarek bo'lsin. Men bu usul sahnasiga qatnashib, nihoyat xushal bo'ldim. Shu programma orqali opamga, yo'ldoshimga, atamga, qaynotqinamga alayda rahmatimni bildiraman. Ular meni bek qo'llaydi chunki shu. Bunda 5 yoshlik bolasi va onalarning kelqi vaqt chiqarib mashq qilmag'imi nihoyat tasqu. Yo'ldoshim, opam, balamneligi ko'pincha Bana eğer düşünmeydi, ben şıkınızı kıvelen. Qanday iş olsa biz ba. Hep beni kollab kuvvetlep durdu. Müzika koyulsun. Rahmat oğlum, rahmat. Ko'rdingizmi sahnadagi tomoshabinlarni? Butun hammasi o'rnidan qopdi. Ustozlaringiz hammasi o'rnidan qopdi. Siz uchun intayin xushal bo'ldim. Rahmat o'g'lim. Rahmat. Shu topdimiz, shunchalik bir hayajon ilkida turibdimiz. Undaq bo'lsa, kichik shahzodamiz o'zini tanishtirib o'tsin. Ustozlar, yaxshimisizlar? Naq maydondagi barliq qarindoshlar, televizor oldidagi ko'rmanlar, Qo'ng'il shaharlik 1-o'rta maktab 2-yillik 2-sinf o'quvchisi Abdulla Zaynulladan sizlarga o'tliq salom va Sizga salom. Bek chiroyli o'ynayaptıngiz jumu, bek payt chiqdi. Haqiqatan butun sahnani ko'tarayaptıngiz siz. Rahmat. Ustozlarimizdan Ömer Saydulla, ustoz. Yaşınız kaç yaş girdiniz? 6 yaş. Sizga bu usulni kim qiladi? Anvar Mallam, Qo'mildagi Anvar Mallam.
Nakşısuldik Enverma. Bek yaxşı qilib beribdi. Ota-onangiz nima ish qildi? Apam pul yig'ish idorasida ishlaydi. Ha. Bankada ishlaydi ekanda qaraganda, bankada. Pul yig'ish idorasi deydi. Qaysi idorada bu? Apangiz qanday yerda pul yig'idi? Hastanasiga boshlig'ining balam. Tamam başlığının qaysi? Voy. Voy bek hayacanlanıp ketdi. Umaq oğlumuz hayacanlanıp qaldı. Siz aş kichigingizning usulini yaxshi ko'ramdingiz? Apam 1 yosh 9 oy vaqtimda o'rindiqda o'tirg'iz qo'yib, tuxum qaynatgan vaqtida tuxumning ovozi usul o'ynagan. Haqiqatan usulning materiali ekan bu shahzodimiz. Ben bir bilet verdim. Rahmat. Hoş buldunuzmu? Mübarek olsun. Yani kiyimingizmi, mesela ütügünüzün gülleri, kiyimingizmi, doppingizning tatib shunda birlashgan pokiz usulni yaxshi o'yindingiz. Ham kelib, mesela bir necha texnika harakat qildingiz. Shunda pokiz üç o'xshamaydiganni ulab qildingiz. Onu odatdagi mashq qilgan usulchilarmi tez qildi. Şunga ko'rdingizmi? 3 yilimiz qopib ketdik, bütün sizni ko'rib turgan odamlar qopib ketdi, ta'sirlandi, bizni ta'sirlandingiz. Shunda yaxshi. Nimaga yig'laysiz? Apangizni biz nima ish yig'laysiz menga deb bering. Nimda yig'ladingiz? Jiddiyleşib ketdim. Jiddiyleşib ketibdi. Hammamizni qo'pirib o'tib nima jiddiysi xo'shal bo'lish kerak. Shunga men sizga bir bilet beraman. Mübarek olsun. Cesur Tursun ustaz bir bilet. Ömer Saydullah ustaz bir bilet. Xalçam Sıdık ustaz. Gap qilmasam bo'lmaydi umaq quzam. Ha? Sizni men ko'tirib yurib dunyoni aylandig'im kelyapti. Ha? Amerikaning Las Vegas'dagi ash dunyo sahnesida o'ynatg'im kelyapti. Rahmat. Hozir Cesur muallimga aytdim, buni ishtik dunyo markazining sahnesiga olib boraylik dedim. Ha? Men shu tavsiyani qilaman. Sizga ko'z tegmasin. Siz Şinjan usul sahnesini birinchi bo'lib ta'sirlantirgan avlod. Rahmat. Xo'sh. Sizga bu chiroqni yoqsammi ozliq qiladi endi. Ha? Bugun sizga bir guldasta bersam bo'ladi. Umi yo'q. Kechiring. Umi bo'lib qoladi. Yaxshi bir ustozni tanlang menga, ha? Xalçam Sıdık ustaz bir bilet taşıldı. 3 ustaz sizge bilet taşıldı. Xo'sh, undaq bo'lsa, qaysi ustozni tanlaydiganligingizni chin ovoz bilan daviting, hammanglar anglaylik. Chin ovoz bilan daviting, hammanglar anglaylik. Cesur Tursun ustaz. Sağ olun, bering. Marhamat. Abdüali oğlum, siz hakikaten bu kaltışı gitkensiz oğlum. Hemimizi tesirlendirdiniz. Bugünkü ifademizden atanınız sizden tolu mu söylendi? Mektepte çokum yaxşı okuş bilan birga usulni o'zingizga hamroh qilishni unutmang o'g'lim. Muborak bo'lsin. Muzika.
里逼成人回忆。岁月风里，那是最执迷的母亲，谁也无法把曾经都抹去。还有什么比死亡更恐惧？还有什么比子弹更无敌？我来介绍一下啊，一排长焦大鹏，打洛阳时候轻功吃烙饼，差点给噎死；爆破手吕康沟，狙击手蒋茂才，三排副孟世林，外号老刺猬；机枪手罗广田，弹药手龚良国，叫黑子吧。放弃，从未分离，每个夜晚都是同样的梦，自言自语，来世还要做兄Müzik bo'lsin, kiyim-kechaklar bo'lsin, ozroq voqealigi bor, bir teatr tusini olgan usulda qiladi. Assalomu alaykum. Aleykümselam. O'zingizni tanishtirib aytamsiz? Selamatlar, muallimlar, ko'rmindir, yaxshilar. Men Nurayla, Adalbek qizi bo'lam. Uyim Chashikda, hozir Sanjda, Shinjongda jo'ndastayman. Bu yil 21ga keldim. Bugungi bilgan biyimni sizlarning yaxshi ko'ruvlaringizga qalayman. Rahmat. Rayla qiz qozoq 21 yoshgan. Shinjong Sanjidagi Shinjong teatrxonasiningki usulchisiga. Rayla, bu usulingizni ayrim ishlaganmi yo bir nimadan usul dramalardan da? 我以前是塔青歌舞团的一个 Қазақша gap qiling. Chashikda bir uzun bir bi bo'lатын. 4 minutlik, so'dan keyin buni qisqartib 2 minutga qisqartdim. Buning hikoyasini bir deb bering qisqacha. Bu aytganda bir Weishunyuan bir sestra so'dan keyin janchangda ol birga kelgan janshidlar bilan birga keldi, biroq ularning bari o'lib qoldi. Shiddatli jang maydonida atrofidagi sabdoshlari qurbon bo'lib ketgandan keyin yolg'iz qilib, intayin azoblanganligi, ulardan to'kilgan qonlarga qarab intayin hasratlanib, yig'lab ketganligi aks ettirilgan usul. Shuning uchun eng oxirida hayot qolgan shu jangchimiz, ya'ni shu hamshirimiz davlatimizning bayrog'ini egiz ko'tarib, tiklab turib, g'alabasini tabriklabdi. Partiyaning bayrog'i. Partiyaning bayrog'i. Siz o'ynagan usul endi Dandayuda qo'ydi, hozirgi davr usuli. Ya'ni bu ishchi hozirgi davrning yaxshi o'yindingiz. Hikoyani yaxshi yapsiz. Rahmat. Qolgan ma'lumotlarning fikri borki. Xush kelibsiz. Usul asosan zamonaviy usulga kirdi. Usul hareketleriniz hammasi xeyli mükemmel. Usul maharetlerini egalashiniz mi xeyli yaxshi. Siz qaysi maktabda o'qigan? Men İliş Fen Xuan Kuitun Shaochuda o'qigan, 然后在新疆医学院进修o'qigan. Demek siz kasbiy usulchiga kirsizda. Bu yil necha yosh kirdingiz? 21. Hareketleriniz mi yaxshi? Hozirgi zamonaviy usul tili bilan bir mazmunni, ya'ni bir sestra qizning o'z sabdoshlarini qo'g'dashdiki, shu urushdiki yuz bergan qisqagina bir vaqalikni o'zingizning usul tili bilan yaxshi bayon qildingiz. Shuning uchun men sizga bir belat tashladim. Mübarek olsun. Tarçamsızlık ustazdan bir beltiga muyassar buldunuz. Mübarek olsun. Ömer Saidullah ustaz. 2 minutlik bir müzik bilan bunchalik voqeani elib chiqish tez. Lekin bu qiz o'zininki bütün aql hushini ish qilib, jasorat bilan sahnaga o'ynab, ish qilib biz tushundik hamda o'ynayotgan usulni. Shuni men bir bilet verdim.
Mübarek olsun. Ömer Saydullah Ustaz sizga bir bilet berdi. Mübarek olsun. Raila kız mübarek olsun. Cesur Tursun Ustaz. Ben birini vereyim. Mübarek olsun. Mübarek olsun. 3 ustaz sizga bilet açıldı. Mübarek olsun. Undaq bo'lsa, endi ustozlarni biz tanlaymiz. Qani, marhamat. Raila kız tanlang. Men Men Jasur muallimni tanlayman. Jasur muallimni tanladik. Mübarek olsun. Raila Adilbek, usulunuz arqılıq Cəngaqdakı qəhrəman qızın obrazını tolumu canlıq ifadəldiniz. Tolunuzdaki partiya bayrağı xalq azadlığı üçün qan keçib kuraş qılan uzun səfərlərini əslətdi. Şinjan usul səhnimizdeki yolunuz texim uzun bolsun. Gülmira Turg'un. Gülmira qiyinlik darajasi bir qadar yuqori bo'lgan China usulini huzuringizga olib keldi. China usuli mohiyatdami harakatlari chabdaslikni, inchkilikni ham zehn talab qiladi. Shunga Gülmira, sizga yaxshi natija tilaymiz. Qadamlaringizga ko'z tegmasin. Muzika qo'yilsin. Rahmat, köp rahmat singlim. Programmamızın ikkinchi sonida yana bir Çin usuli ko'rdik. Rahmat sizga. Biz belgilab bergan muzikaning vaqt cheklamasi bo'lganligi uchun siz muzikaga bo'ysunib qolgandek qilasiz, ha? Mush beshidagi Çin qachon chiqib ketadi deb shundoq jiddiylashib ketdim, cho'gilgan vaqtida. Haqiqatan yaxshi o'ynab berdingiz. Rahmat. Rahmat. Xo'sh, undaq bo'lsa, baholg'uchi ustozlarning so'zini anglashdan burun o'zingizni tanishtirib o'tgan bo'lsangiz. Assalomu alaykum ko'rurmanlar, kasbdoshlar, ustozlar. Qadimiy Kusan diyar deb atalgan Kuchan Ayisdan kelgan Gülmira Turg'undir. Hammanglarga o'tliq salom. Ne o'qamsiz yoki xizmat ishlamsiz? Men Şinjan pedagog universitetida o'qiyman. Şinjan Pedagogika Universiteti usul kasbida o'qiysiz, ha? Ha. Qani, bog'liq ustozlarning sizga bergan bahorini anglab boqayli. Endi yana bir China usulini ko'rdik. Bu usulninki asli mana üçge bölündüğü başlanışı, oturu, ahiri. Ma usulninki qalaymiqan. Kim qıpaydı kızım bu ne? Bu ne şu Kuchadagi madaniyat idorasiga Zuhra ma'lum qilib bergan. Vaqtsil qis bo'lib qolg'ashqa asli bu usul emasdi, necha kunda shu aran. Şu biraz ama nimasi qalaymiqan.
Katlımı çok aran. Üzünüzgüme bazı nimeler bek sende bek ciddi olup kaptı hareketlerim nağıtı biz birlikte cipslaşmagan diken. Ma kimlerimiz bombaptı menimce. Ama bu Çin'e usul olgan ki ya üstüge kencer kiyip aslında uzunrak köynek kiyken basın takım yarıştı. Ma kimi bombaptı. Kapı bombama biremeyim. Ma Çin usulünü aldınız. Bir munç sular tökülüp gitti yege. Hazır ensirep kettik bu dakika nimle tinap kes kanda kılınız mayırla dep. Anikin Çinini kop koydunuz, o Çinini karap bir munç oynadınız. Anikin yana Çinini aldınız. Meningçe asli eser ekegen bolsunuz, özünüz uçurgan Çinini kop koyup, canlılık bir yeni müzikini hıllap, kiyimlerini jöndep, koңul koyup masakniga tas 2 minut oynap basın resmi özünüz düşügentiz. Hazır geplerden Ömer Malın dediniz, ma aldıraşıktan burun aldıraş bolup kaldı. Ma sakne Şinjan usul saksız bolgandan keyin biz ketçek bir hürmeti buluş gerek. Bununga qattiq tayyorlik qilib, kelib turaq men bunda atdım aldıraşdım deysiniz. Endi ma saknega hurmat qilmagan bo'ldi. Endi sizning yaxshi artistkensiz, ebem hareketlaringizdan ko'rdim. Biroq mush sabablardan xappamang, men sizga bilet beramayman. Buludu tirishim. Buni öt kelganda siz kuchağa bo'lganda kuchağa degan Uyg'ur usulining onasi. Kuchağının milli müzikası, milli hareketlerini siz lerzan oynasanız sen de nemi degan tatlı. Kiler kadın kelganda özünüz kuchağının usuluna kılın. Ma'qul. Cesur ustaz xulasını çıkardı. Ömer ustaz xulasını çıkardı. Sizni hem muqimlaştırdı. Artıqçılık, kamçılık hemen etti. Bu köyün geldik. He? Siz neçə yaş bu yıl? 19 yaş. 19. Nayt, yaxşı yaş. He? Bu Çin'i usulü xuddi balet ordudan çıqqanga o'xshash. Bizning Çin'i usulümüz ordu usulü asli. O bir esil sanat. Endi siz nayt chaqqan, xeyli maharetiniz var ekan. Bir festivalga qatnashaman degan adam jonni atash kerak. Pedagog universitetda ajoyib katta muallimlar bor usulning. Ha? Yakında xalqaro Amerikaga berib, oltin mukofot kelgan muallim bor pedagog universitetda, Tavlibida. Şuna siz yaxşı ustaz tepin bulandı. Buldu. Ama ustaz tapma yeni aldırap kaldım dep ikinci qitim tizimlarsınız men öçürüp etime. Keçirim belak taşlamayman. Ma'qul, rahmat. Mübarek bo'lsin singlim sizga. 3 ustoz sizga nihoyatda yaxshi dars so'zlab berdi. Chunki siz kasbdan chiqibsiz. Pedagogika universitetining usul kasbida o'qiydi ekansiz. Shuning uchun sizga intan yuqori talab qo'ydi. Yana bir qitimliq Şinjan usul sahnasiga keling. Biz sizni har vaqt qarshi olamiz. Buldu, rahmat. Qani, ustozlarimiz bilan xo'shlashib keling. Rahmat. Ustozlar sizga kasbingizga foydali bo'lgan savodlarni so'zlab berdi. Bundan keyin o'zingizga texnik qattiq talab qo'ying. Biz sizni mush sahnada saqlaymiz. Muzika qo'yilsin.
Rahmat. Uzun mezgil sahnimizde ko'rilmagan dap usulini ip kepsizlar. Rahmat. Sizlar o'ynagan bu dap usulini ko'rib, peshqadam ustozimiz Emin Qurban efendi dapçılıp, atağlıq usulçumuz Rayhan Abiz Hanım oynagan üzümçilik usulü ko'z oldimga keldi. Belkim sizlar o'ynagan bu usul o usul bo'lmasligi mumkin. Ozroq o'zgartibsizlar, lekin chiroyli xo'pdi. Rahmat sizlarga. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, bog'lovchi ustozlar, tuvanlik kasbdoshlar, ekran oldidagi qarindoshlar, ustozlar, rahbarlar, hammanglarning mush vaqt xayrli bo'lsin. Men aziz Qashqar diyoridan, Qashqar viloyati Naqsul teatr o'mikidan kelgan Mahir Mihroy Muhammad bo'laman. Bu yil 32 yoshga kirdim. Xo'sh, musobaqamizdagi mahirlar ham usullar bag'ansiri sarxilishmayotdi. Buni hammalarni his qildik. Undaq bo'lsa, baholovchi ustozlarning bahosini anglab boqaylik. Endi usul yaxshi o'ynadingiz. Bu usul bundaq dap usuli yo'qolib ketgan xil bo'ldi. Bu dap usullar chiniqqan ravrs usulchi bo'lmasa, tez dap usuli o'ynash. Bu maharati yuqorliqni talab qiladigan bir usul bu. Ishqilib yaxshi o'ynadingiz. Ben sizga bir bilet verdim. Mübarek olsun. Ömer Saygullah Ustaz bir bilet taşıdı. Mübarek olsun. Halcam Sıdık Ustaz. Gap qilmaydim qo'yay. Sizni kim boş usulni o'ynang dedi? Ömek rahbarlari, rejissorlar, Muhammed Ali Zaid rejissor. Mush usulni o'ynashimni talab qildi. Qashqar teatr aslini tepibdi. Rahmat muallim. Rahmat. Abdunum rayonimizda hech qanday o'mak dap usul o'ynamaganda ayni vaqtdagi ataqliq usulchi Zuhra Xon, ya'ni Qashqar partiya maktabining mudiri Rabijon akamning ayoli. Bir dap usul o'ynagan. Ataqliq dapçı Ömerjon aka dapçagan. Dapning birinchi avlodi Ömerjon. Demek Zuhra Xonning dap usuli Abdunum rayoni zilzilaga keltirib, ana dunyoga yuzlanadiğanda turmuş sababidan o'ynashga ruxsat qilmadi oilasi. Shuning bilan Qashqar teatr dap usulida asta-asta yo'qolib ketdi. Bugun Qashqar teatr uyg'onibdi. Rahmat muallim, rahmat. Aslini tepibdi. Rahmat. Xenim ko'ynigingiz sal kaltib qoldi. Tushundirish berib qo'yay muallim. Bu şeylikki biz sakraydigan jijoni asli uzun ko'ylak bilan. Tinch to'xtab qilib. Bana tushundirish bermang. Bugun o'ynalgan Aqsu teatrining 2 kishilik usullarini ko'rdingizmi? Hammasi put ko'tardi, sakradi. Balit uzun ko'ylak bilan oqquni o'ynaydi. Ma'qul muallim tuzday. Bu uzun ko'ylak putlashmaydi. Biz uni aplab, talantingiz yetsa, usul oynayamagan qizga yetarchilik. Şuna ustozning fikrini anlab, ko'ynakni sal uzating sabab bo'yingiz ancha egiz emas, shundaqku? Ko'ynak uzun bo'lsa, texim egiz bo'lsin. Usulni qaysi rejissor qildi? Bu usulning rejissorligini Tilman Qodir akam bilan Abdug'ani Muhammad qilgan. Nima emasmi? Faridam emasmi? Asosli rejissorlar ham bu bir cho'ng kechilikdan e'lingan. İş bo'lg'achqa shu Mehmet Ali Zaid, Farida Majam, idorat Abdug'ani akam qatorliqlar. Bu qatim cho'qim Farida riyosatchilik qildi, shundaqmi? Beshinizda shu tudi, Tilman Qodir yo'q dedi. Mash tuğ'a adamni dam. Adapni kim çaldı? Qani dapçı? Xizmatdoshimiz. Qani balam meyak chiqdi. Mana. Sahnimizga marhamat. Bizning peshqadam rahbarimiz Savdanov olamdan o'tdi. Bunda bir maqola e'lon qilgan. Abliz Aqchining depi bo'lmasa Aytulla Qosim nimaga o'yna deb. Muzika usulning jini. Siz dapni xo'p yaxshi chaldingiz. Kasbiy dapchimi yo endi mushtaq chep qo'ydingizmi? Nima Qashqar viloyat Naqsul teatri o'migining dapchisi. Xo'p. Rahmat. Ustozlarni yana ustozdim. Bir bilet. Mübarek olsun. Rahmat muallim, rahmat. Cesur Tursun Ustaz.
Bir bilet. Mübarek olsun. Mübarek olsun. 3 ustoz bilet taşıldı. Mübarek olsun. Xo'sh, undaq bo'lsa Mehray qiz qaysi ustozimizni tanlaydi ekan? Mehray qiz o'ylashib tanlang. Ha? O'ylashib tanlang. O'xshash qobil yetakchilar bor. Hamma ustozning guruhida. Men Cesur ma'lum tanlasam. Mübarek olsun. Mübarek bo'lsin. Mübarek olsun. Xo'sh. Bo'ladi, undaq bo'lsa tushib ustozlar bilan ko'rishinglar, marhamat. Qashqar viloyatlik Naqshusul o'migidan Şinjan usul sahnimizga to'limi chiroyli bo'lgan daq usulni qatnashtiribdi. Yaqinqi davrlardan buyon sahnimizda yo'qolib kelayotgan daq usuli mana bugun Şinjan usul sahnimizda chaqnadi. Ustozlardan daq usulining tegini bilib oldik. Sizlarga sahnimizdan parlaq yo'l tilayman. Benim sevgim cananim sol, benim sevgim cananim sol, kalbim iyge mihmanim sol, kalbim iyge mihmanim sol, teşna yürekte armanim sol, teşna yürekte armanim sol. Köygen kümülge dermanim sol. Mecnun tağlık cillatab dinge, Mecnun tağlık cillatab dinge, Nerkes cidiyalmaz kıyap dinge, Bulbuldan kalır layak dinge, takat kılalmaz vicdanim sol. Orul